Birinchi yangilik, endi Rossiyada mehnat muhojirlar bir nechta hududlarda bespatent ishlashga haqli bo'lishdi. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinning yangi qaroriga binoan LNR, DNR, Xersonskiy va Zaporojskiy oblastlarida chet el fuqarolar bespatent ishlashga haqli bo'lishdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, bu videoga albatta like bosinglar va yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Chunki Bahrom Ismoilov aytayotgan bu 4 ta hudud Ukrainaning hududi hisoblanadi, Rossiya bosib olgan hudud. Bu hududlarda butun dunyo tan olmagan, O'zbekiston ham tan olmagan hudud. Tan olgan Ukrainaning hududi deb tan olgan. Rossiyadan boshqa hech kim bu hududlarda Rossiyaniki deb tan olmaydi. Bu hududlarda urush ketyapti, hech qachon adashib ham patentsiz ishlayman deb borib o'tirmanglar. Musofirdagi aka-ukalar javorimay kutmanglar, bu hududlarga boraman deb. Chunki o'zim ham musofirchilikda ishlaganman, bilaman Rossiyada qanday musofirdagi aka-ukalarimizga muomala qilishni ham bilaman. O'shaning uchun adashib ham borib o'tirmanglar. Bu videoni qo'ldan kelgancha yaqinlaringizga jo'natingizlar, hech qachon tavsiya bermangizlar u hududlarga, urush bo'layotgan hududlarga borishga. Buni O'zbekiston tomoni ham aytib kelyapti. Hech qachon borib o'tirmanglar urush bo'layotgan hududga deb. O'shaning uchun adashmanglar. Patentsiz ishlayman deb borib o'tirmanglar u tomonlarga. Mana kecha G'arb davlatlari ruxsat berdi har xil bombalar tashlashga Rossiya hududiga, Ukraina tomoniga. Ehtiyot bo'linglar, musofirdagi aka-ukalarimiz ishlariga omad, vatanga, oilalaringga keraksizlar. Charchamanglar, omad.